Assalomu alaykum barchalarga, xayrli kech aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlarimiz, qadrli bizning kuzatuvchi va obunachilarimiz. Biz ayni damda kechki soat 8:42 Toshkent avtovokzalidamiz. Toshkent avtovokzalida xalqaro yo'nalishlarimiz bo'yicha Toshkent-Moskva yo'nalishidagi avtobuslarimiz birin-ketin o'z manzillariga kuzatilmoqda. Ko'rib turganingizdek, Toshkent-Moskva yo'nalishidagi avtobusimizda yo'lovchilarimiz va yuklarimiz barchalar joylashtirib bo'lingan. Sizlarga tushuncha yaratish maqsadida yukxonamizning kengligini bemalol ko'rishingiz mumkin aziz vatandoshlar. Siz ham mana shunday keng bagajlarda bemalol yuklaringizni 50 kilogrammgacha yuklashingiz mumkin hamda mana shunday qulay komfort avtobuslarda joylashib olib, o'z manzilingiz tomon harakatni amalga oshirishingiz mumkin. Toshkent avtovokzalidan to'g'ridan-to'g'ri qatnovlarimiz Moskva shahriga, Perm shahriga, bundan tashqari Krasnodar shahriga ham qo'yildi. Krasnodar shahriga biz Rostov hamda Volgograd shaharlari orqali o'tib boramiz. Ushbu avtobusimiz Toshkent-Moskva yo'nalishida 3-avtobusimiz, bugungi sanada 3-avtobusimiz yo'lga chiqib ketishga tayyorlanmoqda. Ko'rib turganingizdek, soat kechki 9 ga yaqin bo'lishiga qaramasdan yo'lovchilarimiz oqimi juda ham ko'p. Hozirchaga avtobusimizning ichki holatini, salonini bir ko'rsatib o'tib ketamiz aziz vatandoshlar. Mana ko'rib turganingizdek, Toshkent-Moskva yo'nalishidagi avtobuslarimizda yo'lovchilar barchalari joylashib bo'lishgan. Bemalol siz ham mana shu avtobuslarda o'z manzilingiz tomon harakatni amalga oshirishingiz mumkin. Bemalol ketishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Aynan Toshkent avtovokzalidan harakatni amalga oshiringlar. Sizlarga yengillik yaratish maqsadida Toshkent avtovokzalining o'zidan reyslarimizni yo'lga qo'yganmiz. Chipta narxlarimiz ham anchagina hamyonbop. UzAvtotrans servis avtobuslari bilan siz xalqaro yo'nalishlarda Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'iston respublikalarining bir qancha shaharlariga yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanday qiyinchilik va ovoragarchiliklarsiz o'z manzilingizga yetib olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda qo'yilgan telefon raqamlariga hoziroq bog'laning va biz bilan o'z manzilingiz tomon harakatni amalga oshirib, ana shunday qulay komfort avtobuslarda o'z manzilingiz tomon harakatni amalga oshiring aziz vatandoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tanlovda adashmanglar. UzAvtotransni tanlaganingizga hech ham afsuslanmaysiz. Buni yo'l davomida o'zingiz ko'rib, bilib, kuzatib borasiz. Biz ayni damda Toshkent avtovokzalidan sizga video lavha ulashmoqdamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.